Buni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. 1 stakan sutni to'g'richada qaynatamiz. Ichiga bitta piyoz solamiz, ya'ni to'rga bo'lib. Va unga sariyog' solamiz, 1 bo'lak. Yarim choy qoshiq soda, ta'bga qarab asal ham solishimiz mumkin. Endi buni nimagaligini hozir tushuntiraman. Bolalarning yo'tali quruq yoki nam. Ishoninglar, umuman farqi yo'q. Kechqurundan xarilab yo'talib chiqotdimi? Kedetifin, ambarasa, ambarak suv berishinglar endi umuman kerak yo'q. Hozir tayyorlagan sutimiz bilan kechqurun yotishidan oldin 1 stakan, kichkina stakanda berib yotinglar. Ishoninglar, kechqurun bilan boshlarni olib yo'talib chiqayotgan joyda umuman yo'talmay chiqadi. Bu sinalgan usul. O'zimning farzandlarimda hozir sinab chiqyapman. Har kuni kech payt 1 stakandan berib yotasizlar. Buni faqat bolalarga emas, agar o'zingizlar ham yo'talayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar ham ichinglar. Har xil dorilar, ximikatlardan foydalangandan ko'ra, tabiiy yo'ldan oldin foydalanib ko'ringlar. Hammaga shifo bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar. Bunaqa foydali bo'lgan kontentlar menda juda ham ko'p. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Qanaqa bir ta'sir qilganini hamma bilsin.